Assalomu alaykum hammaga. Bizga 155 coinimiz bor. Shunga ochib ko'ramiz. Qani nima uchun? 289 tushdi. Sizlar ham bitta ochib ko'ringlar deyolmayman bu kessi. Bu faqat oqizadi. Prosta ko'rib o'zingizlar xulosa chiqarib olasizlar. Bo'ladigan ishmi, bo'lmaydigan ishmi? Bitta odam yutqizib qolgan odamlar xulosa chiqarsin deb ochib ko'rsatib beraman. Hozircha trend bo'lib ketdi. Bildirib. Mana o'sha oqizotdi. Bitta beradi, aldab keyin bog'iga oqizaveradi. Omadga bog'liq. Lekin omad kelmaydi. Tekin narsa qopqonda deydi. Shuning uchun xom xayollarga berilmasdan hali open keslarni ko'ringlar, men ko'p qo'yaman buni. Yutamanmi, yutqizamanmi ko'rasizlar. Qaysi kes qanaqa beryapti? Pashti har kuni qo'yib turaman. O'zingiz uchun ko'rib, bilib, qaysi kes qanaqa beryapti. Bugun omadli berishi mumkin. Misol uchun mana 19lik kes omadli bo'lib qoladigan kuni bor. O'sha kun ochsanglar yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Bir kun omadsiz bo'lar. Ko'rib keyin ochganinglar yaxshi. Mana pashti hamma kes ochib boqaman. 19likdan pashti hamma narsani olganman men. Tushadi, lekin tushmaydi emas. Lekin ancha pulga ketib qoladi. Shunisi ham bor. Ko'ringlar, o'zingizlarga xulosa chiqarasizlar. Meni ochib 19 ochildi. Bunda o'xshab qoldi. 50-chi duram bu. Qurchaka 19 ga. Nechtada bitta beradi. Mana o'sha meni oqdi. Bitta beradi, bitta oqadi. U postoyanniy beradi degan nima? Mana yana 19 ga ochildi. Yana oqildi, mana ko'rdinglarmi? 200 qanchadir pul bor edi, o'sha 80 qoldi. Tak işte ko'rib xulosa chiqaringlar degan maqsadda qo'yilyapti videolar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.